Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kun. Hurmatli kanal kuzatuvchilari, tibbiyot talabalari, shifokorlar. Bugun siz bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz bronxial astma kasalligi. Demak, har bitta kasallikka individual kirib boramiz. Umumiy darsliklarimiz soni 111 tani tashkil etadi. Bosqichma-bosqich har birini birin-ketin ko'rib boryapmiz. Bronxial astma kasalligi o'zi aslida nima ekanligi haqida to'liq gaplashishga harakat qilamiz. Alloh qodir qilgancha tushuntirishga harakat qilaman. Bronxial astma kasalligi bu surunkali yallig'lanishli kasalligi hisoblanadi va bu kasallikda nafas yo'llarining gipersezuvchanligi, ya'ni giperaktivligi va bronxospazm, undan tashqariga shilliq qavatlar shishi va ko'p shilliq ishlab chiqarilishligi bilan tavsiflanadi. Demak, bizda surunkali yallig'lanishli kasallik ekan, nafas yo'llarining gipersezuvchanligi ortib ketar ekan, bronxospazm bo'lar ekan, shilliq qavat shishar ekan va ko'p miqdorda shilliq ishlab chiqarilishi bilan tavsiflanadigan xastalik hisoblanar ekan. Klinik jihatdan olib qaraganimizda nafas qisishi, hansirash, ko'krak qisilishi, kechasi yoki ertalab kuchayuvchi quruq yo'tal bilan namoyon bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Kasallikning etiologiyasi astma polietiologik kasallik hisoblanadi. Sabablari turlicha, har xil mintaqada turlicha bo'lib chiqishi mumkin, lekin biz uni umumlashtirgan holatda endogen, eksogen va irsiy omillarga bo'lamiz. Asosan katta ikki guruhga, eksogen va endogen, irsiy omillar albatta uchrashligi mumkin. Eksogen omillarga, ya'ni atopik allergik astmaga, allergenlar, har xil turdagi allergenlar bo'lishligi mumkin, ya'ni allergiya chaqiradi. Biz yuqorida nima dedik? Gipersezuvchanligi, allergenlar gipersezuvchanlikka olib keladi. Bulardan birinchi navbatda uy-changi. Bundan tashqariga gulchang, uyda ko'p uchraydi. Hayvonlar yungi, mog'or sporasi va ovqat allergenlari. Kam holatlarda ovqat allergenlari natijasida rivojlanishligi mumkin. Bu kasallik bilan kasallangandan so'ng esa u nima bo'ladi? Surunkali ravishda kasallanar ekan. Har doim mana shu allergenlar bilan duch kelganda bronxospazm, gipersezuvchanlik ortib ketishi, nafas qisishi, hansirash bemorda kuzatiladi. Endogen sabablarga nimalar misol bo'ladi? Endogen sabablarga virus infeksiyalar, ma'lum bir miqdorda rinoviruslarni misol qilib oldik. Psixogen omillari, psixogen bronxial astma ham bor. Stress, emotsional zo'riqish natijasida rivojlanishligi mumkin. Aspirinli astma haqida eshitgan bo'lsanglar kerak. Aspirin sikloksigenazani bloklaganligi natijasida buni mexanizmini o'tgan darslarda ko'rib chiqqanmiz. Aspirin induksiya qilingan astma, ya'ni aspirinli astma rivojlanishi mumkin. Va sovuq havo ishlab chiqarish allergenlar ishchi astma. Irsiy omillarga esa atopiya, ya'ni allergiyaga genetik moyillik bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar bor. Jamiyatimizda shunday odamlar bor. Bundan tashqari ilmiy adabiyotlarda Adam 33, interleykin 4, interleykin 13 genlarining o'zgarishlari astma bilan bog'lanishi mumkin hisoblanadi. Demak, kasallikni patogenezida asosiy 3 ta mexanizm muhim hisoblanadi. Yallig'lanish, bronxial giperaktivlik, bronxial obstruksiya. Bronxial bronxlar yallig'lanishni hozir 3 ta mexanizmda har biriga kirib chiqamiz. Ya'ni birinchi bosqichda nima dedik? Biz yallig'lanish dedik. Yallig'lanishda nima bo'ladi? Asmada bronxlar devorida surunkali yallig'lanish rivojlanadi. Birinchi navbatda bronxit rivojlanishni boshlaydi. Bronxlar yallig'lanadi va undan keyin esa yallig'lanish quyidagida ishtirok etadi. Limfositlar, TH2 limfositlari interleykin 4, interleykin 5, interleykin 13 dan ishlab chiqaradi. Bular yallig'lanish mediatorlari do'stlar. Nimaga har safar mana shularni sanayapti deb o'ylashlaringiz mumkin. Interleykinlar bular albatta yallig'lanish mediatorlari hisoblanadi. Interleykin 4lar immunoglobulin Y ni ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Interleykin 5 eozinofillarni chaqiradi va faollashtiradi. Interleykin 13 bo'ladigan bo'lsa, shilliq ishlab chiqarishni oshiradi. Epiteliy giperplaziyasigacha olib keladi. Ya'ni bizda yallig'lanish boshlandi. Quyidagi mediatorlar hosil bo'ldi. Har biri o'zini alohida vazifasi bor ekan. Mana yuqorida sanab o'tyapmiz. Eslab qolasiz do'stlar. Ya'ni biz aytib o'tyapmiz. Interleykin 4 immunoglobulin Y ishlab chiqaradi. Bu allergiyami? Interleykin 5 eozinofillarni chaqiradi. Bronxospazmga olib keladimi? Interleykin 13 shilliq ishlab chiqarishni oshiradi va epiteliy giperplaziyasiga olib keladi. Yuqorida sanab o'tdik. Shilliqlar
shilliq qavatini shishi va ko'p miqdorda shilliq ishlab chiqarishligi bilan tavsiflanadigan xastalik deb o'tdik. Demak, davom etamiz. Yallig'lanish hujayralaridan ezinofillar, semiz hujayralari, ya'ni mast sellar ko'p miqdorda ishlab chiqariladi, allergen bo'lganligi sababli. Bazofillar, T limfositlar, makrofaglar rivojlanadi. Hammasi antigenlarga deb olib qaraydigan bo'lsak, qarshi kurashyapti ekan. Demak, patomada, ya'ni USML patoma kitobida ezinofillar tomonidan chiqariladigan mayor basic protein epiteliga toksik ta'sir ko'rsatib, epitelni shikastlaydi va nerv oxirlarini ochib qo'yadi. Bronxlar giperaktivligini rivojlantirishi aytib o'tilgan, ya'ni semiz hujayralar. Semiz oqsil hujayralar, asosiy oqsillar epitelga toksik ta'sir ko'rsatar ekan, epitelni shikastlar ekan. Bronxial giperaktivlik, ya'ni bronxial giperaktivlik. Bronxlar devori shilliq qavatida giperaktivlik kuzatiladi. Oddiy odam uchun zararsiz ta'sirlar sovuq, chang hid astmada bronxospazmni keltirib chiqaradi va epiteliyni shikastlanishi bilan bog'liq holatni bizga namoyon qilar ekan. Va bizda bronx epiteliy shilliq qavati shishadi. Va undan keyin esa shishgandan keyin bronxlar obstruksiyasi rivojlanadi. Bronxospazm bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Buni oddiy tushuntiradigan bo'lsak, normal holatda mana bunday bizda bronxni devori edi. Mana ichini bunday qoladigan bo'lsak, nafas o'tkazuvchanlik yaxshi edi. Mana bu bronxlarimiz shishgandan keyin mana bu lumen nima bo'ladi? Torayib ketadi. Lumen mana yo'q bo'lib torayib ketgandan keyin bizda nima rivojlanadi? Albatta nafas qisish kuzatiladi, bronxospazm bo'ladi. Bronxospazm shilliq ishlab chiqarishini ortish kuzatilar ekan va shilliq qavat shishar ekan. Shu sababli bronxlar ichki diametri torayadi. Ekspiratsion dispnoe, nafas chiqarish qiyinlashadi. Bemorda klinikasida xushtaksimon ovozni eshitishimiz mumkin. Bemor majburiy pozitsiyaga o'tirib oladi. Ya'ni o'tirgan holatda nafas o'tkazuvchanligingiz yaxshilanadi, yotgan holatda kuchayadi. Bronxial astma kasalligi bilan og'rigan bemorlarni ko'radigan bo'lsangiz, majburiy pozitsiya tizzasiga qo'lini qo'ygan holatda yelkalari bilan chuqur nafas olayotgan bo'ladi. Uni mexanizmi aynan mana shunday ekan. Nimaga bunday qilib o'tirgizib qo'ygani mexanizmini ko'rib chiqdik. Giperaktivlik, bronx obstruksiyasi, ya'ni bronxospazm, shilliq ko'p ishlab chiqarilyapti, balg'am bo'ladi. Обязательно bemorda balg'am bo'ladi. Xo'p, mana shu yerda o'zida biroz klinikasi haqida, birinchi yordam haqida gaplashib o'tamiz. Bemorga nimalar qo'llaniladi? Bemorga bronxodilatatorlardan foydalanasiz, ya'ni bronxlarni kengaytirishimiz uchun. Ular o'sha siz bilgan aerozol shaklida chiqadigan, misol uchun salbutamol, beta-2larni bloklaydi, beta-2 reseptorlar. Undan tashqari beta-2 agonisti hisoblanadi. Undan tashqariga efulin bronxodilatator hisoblanadi. Bemorda hayotiy ko'rsatkichlarida ham o'zgarishlar bor. Bemorda nafas qisgani sababli davleniyasi o'shadi, qon bosimi oshgan bo'ladi. Bunda nafasni-ku to'g'rilaysiz. Undan tashqari qon bosimini tushirasiz. Agar oshgan bo'ladigan bo'lsa. Undan tashqariga oksigenoterapia qilish kerak. Bemorda doimiy obstruksiya bo'lib turgan bo'lsa, ya'ni surunkali deyapmiz, oksigenoterapia qilinadi, kislorod qo'yiladi. Smes, ya'ni hamma bilgan o'sha efulin, deksametazon, natriy xlorlardan foydalanish kerak. Ya'ni gormonlar yog'lanishni boshidan bloklaydi. Bu sanab o'tayotganlarimiz. Efulin esa bronxodilatator. Aytaylik, allergiyadan keyin, biror ovqatdan keyin shunday holatga tushgan bo'lsa, gistaminoblokatorlardan foydalanadi, ko'p gistaminlar ajralib chiqarilyapti. Aynan mana shulardan foydalanishligimiz kerak ekan. Aynan mana shularni yallig'lanish hujayralarini bloklasak, nima bo'ladi? Bronxospazm qo'yib yuboradi. Makroskopik ko'rganda bemorda nimani ko'ramiz? Makroskopik ko'rganda astmatik xuruj davrida o'pkani havosi ko'paygan, giperinflyatsiyaga uchraydi, ko'p miqdorda shilliq ajralgan, bronxlari devori shishgan bo'ladi. Abduksiyada, ya'ni surunkali astmada nima bo'ladi? Bronxlar shilliq bilan to'lgan bo'ladi, o'pkada havoni ko'pligi, emfizema. Ya'ni nimaga emfizema desa, bizda havo kiryapti, lekin chiqib ketmayapti. Havo kiryapti, lekin chiqib ketayotgani yo'q. Aynan mana shu sababli biz aytyapmiz, o'pkada havoni ko'pligi, emfizema rivojlanar ekan. Endi mikroskopik ko'rinishi, xastalikning mikroskopik ko'rinishi Kurshman spirallarni ko'rar ekanmiz. Kurshman spirallari. Bular nima bo'ladi? Bronxlari shilliq ichida spiral shaklidagi epiteliy qoliqlar ko'riladi, yallig'lanish sifatida. Va
Charcot Leyden kristallari ezinofillar parchalanishidan hosil bo'lgan kristallar, ya'ni kristal tuzilmalar ezinofil oqsillardan iborat bo'lgan Charcot Leyden kristallarini ko'rar ekanmiz. Goblet hujayralari giperplaziyasi ko'p shilliq ishlab chiqarish natijasida shilliq qavati giperplaziyaga uchrab ketishligi haqida biz ma'lumotga ega bo'lgan edik. Xo'p, davom etamiz. Undan keyin esa subepitelial fibroz, lamina propria, ya'ni xususiy plastinka qavatini qalinlashganini bemorda nima qilyapmiz? Kuzatyapmiz. Davom etamiz. Ezinofillar infiltratsiyasi, silliq mushak giperplaziyasi va shilliq bezlar giperplaziyasini uchratar ekanmiz. UCML patomada ezinofillarning roli esa mana subepitelial fibroz asosiy patogenez mexanizmlaridan biridir deb ta'kidlab o'tiladi. Kasallikni oqibatda og'ir holatlarda nafas yetishmovchiligi, sianoz, lablar, barmoqlar ko'kargan holatda bo'ladi, giperkapniya, karbonat angidrid ko'p miqdorda qolib ketyapti ichkarida va ko'p terlash yurak urishini tezlashiga olib kelar ekan. Kasallikni rentgen tasviri mana ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Bronxlardagi va o'pkadagi o'zgarishlarga e'tibor qaratamiz. Demak, bugun siz bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz yana mana shundan iborat edi. Bergan ma'lumotlarimiz o'ylaymanki, klinik fanlarga borganda sizga asqotadi. Asqotadigan joyi qayerda? Kasallikning ta'rifi, etiologiyasi va patogenezini yaxshilab o'rgangan bo'lsangiz, bemor bilan bemalol ishlayotganda unda qanday holat ketayotganini fiziologiyasini tushunib turasiz, ya'ni patofiziologiyasini tushunib turasiz. Nima sababdan nafas qisyapti, nimalar uning nafasini qisyapti va shunga qarab dori-darmonlar yozib berishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat. Ketkizgan vaqtingizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilmingizni ziyoda qilsin.